Keling ishlaman. Kunli ishchiman. Ishingiz bo'lsa qilib berardim. Ye, kakras. Baqvatgina bola ekansan. Qara, u vantdagi temirlarni ortish kerak. G'ayratga borsang tushuntiradi. G'ayrat! Tushuntirib yubor. Xo'p. Shularning hammasi qancha bo'ldi? 200 ming. 200 ming. Unda kerakligini ola qolaman, maylimi? Buni, nonni, pulim shularga yetar ekan. Qolganichi? Qolganini olib qolasiz. Bo'ldi. Xo'p. Assalomu alaykum, xo'jayin. Va alaykum assalom. Ketamizmi? Xo'jayimga savol bersam maylimi? Mayli, ber. Nimaga bir oyda bir kuningizni shunaqa o'tkazasiz? Meni ham senga savolim bor. Ertaga xuddi shu ahvolga tushmasligimga kim kafolat beradi? Buni menga otam o'rgatganlar. Bir kun qora mehnatda ishlab, mehnat qilib topgan pulingga do'konga kirishanda, xohlagan narsani sotib olishga harakat qil. Puling yetarmikin deganlar. Lekin nimagadir pulim yetmaydi. Har safar shunaqa. Hozir hayotimda hamma narsa yaxshi. Pul, obro', mansab, hamma narsam bor. Odamlar meni ismimni eshitsa, muammoni o'zidan o'zi hal qilib qo'yishadi. Bu zo'r-ku. Bu kibrga ketishlikning sababi emasmi? Insonning eng katta dushmani bu kibr bo'ladi. Bu meni kibrimni sindirish uchun yaxshi usul ekan. Xohlasang sen ham sinab ko'r. Agar jur'ating yetsa. Tushunarli. Xo'jayin, ketamizmi? Ketdik.